La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe. Sure Al-İmran tefsiri 190. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüveni diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi Sure Al-İmran 190. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'd a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Şübhisiz ki osmonlarning va zaminning yaratılışida, kechi bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egalari uchun albatta ro'shan dalillar bor. Ular o'ri turgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi Allohni eslab turdi. Osmonlarning va zaminning yaratilishi to'g'risida fikr yurgizdi. Ular aytdi: Rabbimiz buni bekor yaratmading. Sen poktursan, bizni do'zax azobidan saqlagin. Rabbimiz, sen kimniki do'zaxga kirgizdi ekansan, uni albatta xor qilgan bo'lsan. Zolimlarga hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Rabbimiz, biz haqiqatan bir chaqirg'uchining, ya'ni Muhammad alayhissalomning Rabbinglarga iymon etinglar deb iymonga chaqirganligini angladik. Iymon etdik. Rabbimiz, bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin. Yomonliklarimizni yo'q chiqargin. Bizning yaxshilarning qatorida qabzroq qilgin. Rabbimiz, bizga payg'ambarlaring orqali va'da qilgan narsani, ya'ni itoat qilganlarga xos bo'lgan jannatni bergin. Qiyomat kuni bizni rasvo qilmagin. Sen haqiqatan va'dangga xiloflik qilmaysan. Aql egalari uchun Alloh taolaning bor va birligini ko'rsatadigan paketlar aql egalarining sifatlari, so'zlari va duolari to'g'risida. Shubhisizki osmonlarning va zaminning yaratilishida, kechi bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egalari uchun albatta ro'shan dalillar bor. Ya'ni egizligi, kengligi, tövenligi, qattiqligi ve osmon zamin oralig'idagi sayyoralar, turg'un yulduzlar, zamindagi dengizlar, tog'lar, cho'l bayovonlar, dal-daraxt va o'simliklar, ziroatlar, yel yemishlar, hayvonotlar, yer osti boyliqlari ve rengi, puruqi, ta'mi ve xususiyeti o'xshash bo'lmagan foydali narsalar, kechi bilan kunduzning almishishi ve ikkisining uzun qisqa bo'lishi ve barobar bo'lishlarining hammasi g'olib, hikmat bilan ish qiluvchi buyuk Alloh taolaning o'rinlashtirishidir. Mazkur narsalar bu haqda yaxshi o'ylanolmaydigan nadonlardek emas, balki har qanday narsaning haqiqatini tushuna oladigan aql egalari uchun albatta Alloh taolaning bor va birligini ko'rsatadigan ochiq alomatlardir. Alloh taolo aqlsiz nadonlarning Alloh taolaning bor va birligini ko'rsatib beradigan ochiq paketlarni ko'simi uningdan yuz o'riydiganligi to'g'risida mundaq deydi. Osmonlarda va zaminda Allohning qudratining nurg'un alomatlari borki, ular uning yenidan diqqat qilmasdan o'tib ketadi. Ularning to'lisi Allohga shirik keltirib turib ishinadi. Ya'ni Allohni yaratquchi, rizq berguchi deb ixro qilish bilan billa butlog'imi cho'qinadi. Ondan Alloh taolo aql egallarini sifatlab mundaq dedi: Ular o'ri turgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi Allohni eslab turdi. İmam Buxoriy İmron ibn Husaynning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom: Sen o'ri turib namoz o'qi.
Agar uningga qodir bo'la olmasang, o'ltirib o'qi. Agar uningga qodir bo'la olmasang, yenichilab yetib o'qi dedi. Ya'ni ular Alloh taolaning dillarida, tillarida va har qanday ahvol ostida zikr qilishdan to'xtab qolmaydi. Osmonlarning va zaminning yaratilishi to'g'risida fikr yurgizdi. Ya'ni ular osmon bilan zaminning ichidagi alomatlarni, yaratquchining kattaligini, uning qudratini, uning bilimini, uning hikmatini, uning tanlashini va uning rahmatini uqtiradigan hikmatlarni tushunadi. Alloh taolo o'zining zotini, sifatlarini, yo'lga qo'ygan ishlarini, taqdirini uqtiradigan qilib yaratgan narsalar bilan ibrat olmagan kishilarni ayıplab mundaq dedi. Osmonlarda va zaminda Allohning qudratining nurg'un alomatlari borki, ular uning yenidan diqqat qilmasdan o'tib ketadi. Ularning to'lisi Allohga shirik keltirib turib ishinadi. Ya'ni Allohni yaratquchi, rizq berguchi deb iqro qilish bilan billa butlog'imi cho'qinadi. Alloh taolo aql egillarini maqtab mundaq deydi. Ular o'ri turgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi Allohni eslab turdi. Osmonlarning va zaminning yaratilishi to'g'risida fikr yurgizdi. Balki mazkur aql egillari yomon ishlarni qilgan odamlarni jazolash, yaxshi ishlarni qilganlarni mukofotlash uchun foydasiz narsani yaratishdan pok ekanligini tonib, ular aytadi: Rabbimiz buni bekor yaratmading. Sen poktursan, bizni do'zax azobidan saqlagan deydi. Ya'ni hamma narsalarni bir hikmat bilan yaratgan, hamma kamchiliklardan va foydasiz ishlarni qilishdan pok bo'lgan Alloh o'z qudrating bilan bizni do'zax azobidan saqlagan. Sen rozi bo'ladigan, sening jannatingga elib boradigan, dardlik azobingdan saqlaydigan yaxshi ishlarni qilishimizga nasib qilgan. Payg'ambar alayhisalomning tahajjud namozi o'qish uchun kechada qopsa, Sura Al-Imronning oxiridagi bu 10 oyatni o'qiydiganligi rivoyat qilindi. İmam Buxoriy İbn Abbas radıyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Payg'ambar alayhisalomning ayollaridan biri bo'lgan Hamma acham Maymunaning qishida qo'nib qoldim. Payg'ambar alayhisalom ayollari bilan birer soatcha so'zlashib, ondan uxlab qoldi. Kechining oxirgi 3dan 1 qolganda qopib, o'ltirib, osmonga qarab, shubhisizki osmonlarning va zaminning yaratilishida, kechi bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egilari uchun albatta ro'shan dalillar bor degan oyatni o'qidi. Keyin qopib tahorat oldi va tahorat namozini o'qidi. Ondan 11 rakat tahajjud namozi o'qidi. Bilal azan aytgandan keyin 2 rakat fajrning sunnatini o'qib bo'lib chiqib kishilarga fajr namozini o'qib berdi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Ibn Mardaviy Atoning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Ibn Umar va Ubayda ibn Umayr uchimiz Aisha radhiyallohu anhaning yeniga mangdoq. Biz uning qishig'iga kirganda biz bilan uning oralig'ida parda bor edi. Aisha: "Ey Ubayda, sen nima sababdan bizni ziyorat qilib turmaysan?" dedi. Ubayda bir shoirning: uzun da ziyorat qilsang mehri muhabbat ashidu degan mazmundagi she'rini o'qidi. Ondan Ibn Umar: "O'z gapimizga kelsak, siz bizga Payg'ambar alayhisalomdan ko'rgan, sizni eng hayron qoldirgan ishdan birini deb bergan bo'lsangiz" dedi. Aisha yig'lab turib: "Uning hamma ishi hayron qolarlik edi. U mening uyimga mening navbatim kelgan kechasi kirdi. Hatta
uning badani mening badanimga tegdi. Ondan menga meni Rabbimga ibodat qilg'ili qo'ygan bo'lsangiz dedi. Ondan men Allohning nomi bilan qasamki, cheksiz men sizlarning Alloh taologa yaqinchilik qilishlarini va Robbillarga ibodat qilishlarini yaxshi ko'raman dedim. Shuning bilan u Allohga ibodat qilish uchun o'rnidan turib tahorat oldi. Tahorati uchun suvni ko'p ishlatmadi. Ondan namoz o'qidi. Namozda yig'ildi. Yig'idan hatto soqollari ho'l bo'lib ketdi. Ondan sajdaga bordi. Yana yig'ildi. Hatto yerni ho'l qilib etdi. Keyin yenichi yetib, hatto Bilal kelib fajr namoziga azon aytqicha yig'ildi. Ondan Bilal: "Ey Allohning payg'ambari, nima uchun shuncha yig'laysan? Haqiqatan Alloh sening ilgari qilgan va keyingi qilib qilish mumkin bo'lgan gunohlarni kechirib o'tgan tursa" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Ey Bilal, sana voy. Meni yig'ilishimdan nima to'sib qoladi? Haqiqatan men bu kecha Alloh taolaning shubhisizki osmonlarning va zaminning yaratilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egillari uchun albatta ro'shan dalillar bor degan oyat tushdi" deb bu oyatni o'qib va uning ma'nosi haqida o'ylanmagan kishining holiga voy dedi. Ularning duosini Rabbi ijobat qildi. Men sizlardan bo'lsin, ayol bo'lsin, har qanday bir kishi ish qiluvchining qilgan amalini bekor qilib o'tmayman. Sizlar bir-biringlardan to'ralgan, hijrat qilganlar, yurtlaridan haydab chiqarilganlar, mening yo'limda, ya'ni Allohning dini uchun aziyat tortganlar, urushga qatnashganlar, ya'ni mening yo'limda urushganlar va mening yo'limda o'ldirilganlarning gunohlarini mag'firat va rahmatim bilan albatta yo'q chiqaraman. Albatta ularni ostidan o'stanglar yiqib turadigan jannatlarga kirgizaman. Bu ularning yaxshi amallari uchun Alloh tarafidan berilgan mukofotdir. Allohning dargohida yaxshi mukofot, ya'ni jannat bor. Alloh taolaning aql egillarining qilgan duolarini ijobat qilganligi to'g'risida, Alloh taolaning aql egillarining qilgan duolarini ijobat qilganligi to'g'risida, ularning duolarini Robbi ijobat qildi. Said ibn Mansur Umma Salamaning jamiyatidan bo'lgan bir kishining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Umma Salama radhiyallohu anha payg'ambar alayhisalomga: "Ey Allohning payg'ambari, biz ayollarning qilgan hijrati haqida Alloh taolaning ozroqmi oyat tushirganligini anglamadik" dedi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Ularning duosini Rabbi ijobat qildi. Men sizlardan bo'lsin, ayol bo'lsin, har qanday bir yaxshi ish qiluvchining qilgan amalini bekor qilib o'tmayman. Ansorilardan bo'lgan ayollar Ummu Salamaning payg'ambar alayhisalomdan savol so'raganligi biz ayollarga tunji qitimliq ilgarilash bo'ldi dedi. Men sizlardan bo'lsin, ayol bo'lsin, har qanday bir yaxshi ish qiluvchining qilgan amalini bekor qilib o'tmayman. Bu musulmonlar bo'lsa, uning duosining ijobat bo'ldigan, bu musulmonlar bo'lsa, uning duosining ijobat bo'ldiganligining isbotidir. Ya'ni mayli bo'lsin yoki ayol bo'lsin, har qanday bir kishiga uning qilgan ishiga qarab mukofot yoki jazo berguchidir. Sizlar bir-biringlardan to'ralgan. Sizlarning hammanglar savobimga barobar erishsizlar. Hicret qilganlar, ya'ni Alloh taolaga shirik keltiradigan yurtni tashlab, iymon yurtiga kelganlar. Do'stlar, qarindoshlar, tuqqanlar va qo'shnilardan ayrilganlar. Yurtlaridan haydab chiqarilganlar, ya'ni mushriklar ularga arziyat berib,
Hatta ularni orasidan chiqib ketishga qistagan edi. Mening yo'limda, ya'ni Allohning dini uchun aziyat tortganlar, ya'ni ularning o'zlarining yurtlaridan haydab chiqarilish jinoyati ularning faqat shirki yo'q, bir Alloh taologa iymon etganligi uchundir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: ular Rabbinglar Allohga iymon etganinglar uchun, Rabbinglar Allohga iymon etganinglar uchun payg'ambarni va sizlarni yurtinglardan haydab chiqardi. Ular mu'minlarni faqat g'olib, madhiga loyiq Allohga iymon etganliklari uchunla yomon ko'rdi. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Alloh hamma narsani ko'rib turg'uchidir. Urushga qatnashganlar, ya'ni mening yo'limda urushganlar va mening yo'limda o'ldirilganlarning gunohlarini mag'firatim va rahmatim bilan albatta yo'q chiqaraman. Ya'ni Alloh taolaning yo'lida urushib eti va o'zi o'ldirilib ketish shehidlar erishadigan darajalarning eng yuqorisidir. İmam Müslimning hadisida mundaq rivoyat qilindi. Bir kishi payg'ambar alayhisalomga: "Ey Allohning payg'ambari, agar men Allohning yo'lida sabr qilgan, savob umid qilib qechib ketmay ilgirlagan holatda urush qilsam, Alloh taolo mening xatoliklarimni kechirib etamdi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom: "Ha" dedi. Ondan payg'ambar alayhisalom o kishiga: "Nima deding?" dedi. O kishi degan gapini qayta dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Qarzdan boshqasini shunday qildi, ya'ni qarzdan boshqa xatoliklarni kechirdi, lekin qarzni kechirmaydi. Jibril alayhisalom menga heylala shunday xabar qildi" dedi. Gunohlarini mag'firatim va rahmatim bilan albatta yo'q chiqarman. Albatta ularni ostidan o'stanlar eqib turadigan jannatlarga kirgizaman. Ya'ni jannatlarning ichida sut, asal, may va rangi o'zgarmaydigan suvlardan iborat xilma-xil sharob o'stanlari oqidi. Jannatda yana ko'z ko'rib boqmagan, quloq anglab boqmagan, birisining diliga kechib boqmagan nozu ne'matlar bor. Bu ularning yaxshi amallari uchun Alloh tarafidan berilgan mukofotdir. Ya'ni Alloh taolo mukofotni o'ziga nisbat berdi. Bundaq qilishi mukofotni jiq berishi uchundir. Chunki hisobsiz berguchi bo'lgan Alloh bir narsa bersa oz bermaydi. Allohning dargohida yaxshi mukofot, ya'ni jannat bor. Ya'ni yaxshi ish qilgan kishilar uchun Alloh taolaning dargohida mukofotlar bor. Kafirlarning pul, mol, obro'y, martaba izlash yuzidan shaharlarda kezib yurishlari seni oldimasin. Bu ozg'ina bahramand bo'lishdir. Kelgusida ularning joyi jahannam bo'ladi. U nima degan yomon to'shak? Robbiga taqvodorlik qilgan kishilar ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlardan bahramand bo'lib, u yerda mangu qoladi. Bu Alloh tarafidan bo'lgan kutib olishdir. Allohning dargohidagi narsalar, ya'ni mukofot va hurmat yaxshi bandalar uchun kuffarlar bahramand bo'lgan baqosi yo'q, ozg'ina rohatdan ortiqdir. Dunyoga berilib ketgan kishilarga oldinib ketishdan ogohlantirish va yaxshi kishilarga beriladigan mukofotni bayon qilish to'g'risida. Bu ozg'ina bahramand bo'lishdir. Kelgusida ularning joyi jahannam bo'ladi. U nima degan yomon to'shak? Ya'ni nozu ne'matlarga cho'kib ketgan u kofirlarga ko'z qirig'ini salmagan. Pat arada bu ne'matlarning hammasi yo'qolib ketadi va ular qilgan yomonligi sababi bilan xorlanadi. Bizning ularga shu ne'matlarni berishimiz ularni asta-asta gumrohlikqa patirish uchundir. Bu oyatning ma'nosi tuvendek oyatning ma'nolariga o'xshab ketadi. Allohning oyatlari, ya'ni Qur'on to'g'risida faqat kofirlar mujodala qilishidi. Ularning shaharlarda berib kelib yurishlariga mag'rur bo'lib ketmagan. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, Allohga yolg'onni chaplaydiganlar
haqiqatan do'zax azobidan qutula olmaydi. Ular bu dunyodan ozgina vaqtla bahramand bo'ladi. Ondan ular hisob berish uchun bizning dargohimizga qaytadi. Ondan kofir bo'lganliklari sababidan ularga qattiq azobni tetitimiz. Ularni dunyodan ozgina muddat bahramand qilamiz. Ondan ularni qattiq azobni tetishga majburlaymiz. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, kofirlarning halok bo'lishiga oldirmag'in. Ularga azroq muhlat bergin. Uzoq qolmay ularga qandoq qildiganligimni ko'rsan. Biz yaxshi va'dani qilgan, ya'ni jannatni va'da qilgan odam uni topadi. U dunyo tirikchiligidagi foydalanadigan narsalar bilan biz foydalandirgan, ondan qiyomat kuni azobga duchor bo'lgan odam bilan o'xshashdir. O'xshashmi? Allah Teala kafirlarning dunyodagi holini va ularning oxirgi qaytish o'rni bo'lgan do'zaxni bayon qilib bo'lgandan keyin mundaq deydi. Robbiga taqvodorlik qilgan kishilar ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlardan bahramand bo'lib, u yerda mangu qoladi. Bu Alloh tarafidan bo'lgan kutib olishdir. Ibn Jarir Abu Dardo radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mu'min bo'lsin yoki kafir bo'lsin, uningga o'lim yaxshilikdir. Mening gapimga ishonmagan kishi Alloh taolaning bu oyatlarini o'qisin. Allohning dargohidagi narsalar, ya'ni mukofot va hurmat yaxshi bandalar uchun kuffarlar bahramand bo'lgan vaqosi yo'q, ozgina rohatdan ortiqdir. Kafirlar o'zlariga jazo bermasdan muhlat berishimizni, ya'ni umrini uzun qilishimizni hargiz o'zlari uchun foydali deb gumon qilmasin. Ularga muhlat berishimiz va ajlini kechiktirishimiz faqat ularning gunohining ko'payishi uchundir. Ular oxiratda xor qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Al-Imron surasi tafsiridan 198-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.